Salom hammaga. Sizlar bilan men Shahzod Craft. Bugungi videomizda biz sizlar bilan mod qo'shganmiz. Bu videoda ham yerni kavlasa har xil epik narsalar tushadi. Mana masalan brush, pixage har xil narsalar tushaveradi. Mana satil tushdi, ko'p narsa bo'lib ketadi. Shunday qilib maqsad endi dragonni zabt etish. Lekin unga borish hali qiyin bo'ladi, video cho'zilib ketadi. Shuning uchun bu videoni ham ikkita qismga bo'lamiz. Birinchisida Nether olamiga, ikkinchisida esa Endga boramiz. Mana shuncha narsa berdi o'zi. Olmosli narsalar ham beradi. Netherite ham beradi menimcha bu mod. Ikkita satil kerak emas. Soat ham kerak emas. Kompas kerak bo'lib qolishi mumkin, turaversin. Yer qazish shunchaki zerikarli, yer qazib obsidian izlasak. Ozroq qaziymiz, obsidian chiqsa chiqadi, bo'lmasa end portal izlaymiz yoki lava. Olmos blok chiqdi. Yana paxir chiqdi, ikkita bo'ldi satil. Qayta berarkan ko'p narsalarni lekin. Yaxshi narsalarni beryapti lekin asosan. Go'sht kerak, chunki bu mod menimcha go'sht bermas ekan. Ovqat kerak, non farqi yo'q. Bir tomonga qarab ketaveraman, lava yoki Netherite portal chiqmagancha. Yana go'sht. Bu videoni men olib olganman birinchi, keyin ovoz berib chiqqanman. Shuning uchun ba'zi joylarda xatolik bo'lishi mumkin. Video uncha qo'ymasdan ketdim, chunki aktiv pasayib ketgan. Qo'yyapman, uncha ko'p kishi ko'rmadi, obuna bo'lmadi. Yoqmasdan qolgan edi video qo'yish ham. 100 ta obunachim bor, lekin videoni 20 kishi, 30 kishi ko'ryapti. Hammasi ko'rsa bo'ladi-ku, like bossa. Motivatsiya bo'lish uchun menga ko'proq kishi ko'rsin. Boshqalarga ham tavsiya qiling. Obuna bo'lib qo'ying, ko'rayotganlar. Video chiqaraveraman, obunachi kelib aktiv ko'tarilaversa, men kuniga qo'yaveraman video. Kavlash kerak bu yerda menimcha. Kavlayman. Shu tomonga tog' tepasiga chiqib ketaveraman, biror narsa chiqib qolsa kerak. Ular kerak emas. Lopatka berdi menga temirdan. Toshlik o'rniga u ancha yaxshi. Bir joyni kavlasam ham bo'lardi, lekin bu zerikarli bo'lib qoladi-da, shuning uchun portal topmagancha ketaveraman. Qo'y. Kech bo'ladi, yotoq ham kerak bo'ladi menga. Boya ham bitta junim bor edi, lekin u jigar rang edi, bunisi oq ekan. Bir xil rangdan topish kerak yoki bo'yoq topish kerak. Mana yerda arilar uchib yuribdi. Water drop. Yoqib yuboramiz arilarni uyini. Chaqirganmi yo'qmi, qani ko'ramiz. Arilarni uyiga yoki o'ziga teginmadim. Daraxt yoqdim faqat. Lava borkan ana u yoqda. Menda ko'rayotgan bor edi aytgancha, ko'raylikchi. Kelmayapti arilar. Chaqmas ekan menimcha, teginmasak.
Chaqmas ekan. Ana lava shunga boraman hozir. Arni bir urib ko'raychi. Joni ketdi o'zi ancha. Go'sht bo'ldi, tayyor. Mana bittaga o'ldi. Joni ancha kam qolgan edi olovda. Bunisi chaqar ekan endi. Zaharlandim. Effekt oldim qanaqadir zahar. Oldi, ketdi. Bir marta zarar yetkazar ekan bitta zararingizga. Jonni kam qilib tashladi. Ovqat yeyish kerak. Lavaga keldik mana. Bu lava qaydan oqyapti? Boshini topish kerak mana. Suv to'g'ri qo'yishni bilmadim-da lavaga. Qayerga qo'ysa obsidianga aylanar ekan. Hozir lavani ustiga qo'ysam suvim yo'q bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun chekka-chekkalarga qo'yib ko'ryapman. Lava bor ekan. O'tib olish kerak tez. Lavaga tegdim, jonim kam. O'zimni o'chirib oldim suv quyib. Yana lavani o'chirib qo'ydim. Kavlaymiz endi. Endi boya olmos kirgan bor edi. Jonni to'ldirib olish kerak. Lava hozir yana bitta teksa bo'ldi. Jon o'ldirib yuboradi. Jon to'layapti endi. Lava shu o'rtalardan chiqayotganda mana ekan. Aylanib o'tamiz yonboshidan. Shu lavami bor yo'q? Qaydan kelyapti bu? Kon borkan u yoqda. Mana bu yerdagi kon. To'g'ri qo'yolmadim. Yana bittagina obsidian bo'ldi. Hamma blok mana bu yonboshdagi toshlarning o'rniga ham obsidian bo'lishi kerak edi. Bitta bo'lsa ham olib olamiz. Chiqib ketish kerak endi bu yerlardan. Bu yo'l yaxshi emas menimcha. To'g'ri qo'ya olmayman. Obsidianga aylanmaydi, faqat toshga aylanadi. Shuning uchun Netherite portal topishimiz kerak. Video ham cho'zilib ketyapti. Agar bo'lmasa kod kiritib olaman. Lokatsiyasini bilib olishim kerak portalni. Jonni to'ldirish kerak, kamayib qopti. Shu tomonga ketaveraman, topilib qolar. Koordinatani ko'rinadigan qilmabman. Resource parkni yuklamay qoldi nimagadir. Tuproq qazamasdan ketdim lekin anchadan beri. Qazish ham zerikarli, faqat tuproq qazaversam videoni hech kim ko'rmaydi baribir. Tuproq qazib o'tiraman, bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun sayohat qilib yuribmiz u yoqdan bu yoqqa. Daraxtga tiqilib qoldim. Lavani ham chopib yuboraman. Teri, harna biron jihoz bo'lar, oyoq kiyimmi. Shu yerdan sakrasam menimcha suvga tushaman, water drop shart emas. Yerga tushdim va o'ldim. Mayli, men chat siqib qo'yganman, nastroykadan firibgarlik qilib shu bo'limni yoqqanman va keep inventarni yoqib qo'yganman. O'lsam ham narsalarim o'zim bilan paydo bo'ladi yana. Kod kiritmasak bo'lmadi, teleport qilishimiz kerak. Mana kod kiritgan joylarimni kesib tashladim. Shu joydaman. Menimcha tepada baland bo'laman. 80-balandlik qildim. Pastda bo'ldim, tez kavlash kerak tepaga. Ulgurdim. Tepaga chiqib olish kerak endi. Bekor past qilibman, 100-balandlik ham qilsammi dedim, lekin yiqilamanmi deb o'ylagandim. Suv bilan emas, yaxshisi blok bilan chiqaman. Effekt olishim kerak edi shu yerda, lekin olib o'tirmadim.
Unga ham vaqt ketardi, ungacha chiqib bo'laman tepaga. Qorong'ida ko'rish effektini olganimda shu yerlarda nima qilayotganim ko'rinardi. Shunchaki tepadagi blokni sindiryapman, pastdagini ustiga qo'yyapman, tepadagini sindiryapman, pastdagiga qo'yyapman. Balandlashyapman. Qumni sindirdim o'zi mana. Bir nima chiqdi. Endi suv kerak. Suvni olib olamiz yana. Tepani sindirish kerak. Men tuproq blokni sindiryapman. Yorug'lik ko'rindi. Shu o'rtada nezrit portal bo'lish kerak. Qani ekan u tog'larda emas, pastni ko'raman. Ana topdim. Obsidian yetarli bo'lsin. Yo'q, obsidian yetmaydi menimcha. Sandiqda nima bor ekan? Toporni olib olamiz, bittasini faqat. Temir bo'laklarini ham olamiz. Ikkinchisi shart emas menimcha. Temir bo'laklari kerak bo'lib qoladi. Obsidian chiqmadi, afsuski. Zag'zag'alka tayyor, faqat obsidian kerak. Yetmas ekan. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Videoni men boya aytganimdek, birinchi olib keyin gapiryapman. Shu joyda xato qilgan ekanman. O'zim ham hozir ovoz berayotganimda tushundim. Yonboshdagi burchakdagi obsidianlarni olib, qurib bemalol ketsam bo'lar ekan shu yerning o'zida. Mana bir burchagida yo'q, lekin qolgan 2 burchagida bor. Shularni olganimda yetar edi bemalol. Lekin men shunday qilmaganman. Obsidian olib olganman, kod kiritib bo'lmagandan keyin video cho'zilib ketgan chunki. Ana bu yerga tushib suv qo'yib olamiz. Lava bilan qilmoqchiman. Lekin buni ham yaxshi qila olmayman, shuning uchun bu yaxshi reja emas menimcha. Undan ko'ra obsidian olib olaman. 2 ta, 3 ta bo'lsa menimcha yetadi. O'zimda ham bitta bor. Keraksiz narsalarni tashlaymiz. Pastga tashlayman, yaxshisi yana olib qoldi. Mana qarang, burchaklarda bor, chap burchakda, tepadagi chap burchakda 2 ta obsidian bor edi. Portal buzilmas ekan, orqasidagi narsani sindiryapti. Nezirga ketdik. Yaxshiroq joyda spawn qilsa yaxshi bo'lar edi. Jon ketganday bo'ldimi? Yo'q, jonim ketmabdi. Mana shu yerda spawn qildi, yaxshi bo'ladi, yomon emas. Ana u qizil qal'aga o'xshab ko'rindi, boshqa narsa ekan. Bu safargi videoda yana orqamga qaytaman va suv olib kelaman o'zim bilan. Karavat ham yasaydigan buyumlarni topib kelaman. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr.